Kim bu? Malika Onyx. Men senga necha marta aytganman telefonimga tegma deb. Alo. Ha, Malika. Ha, Onyxda uydan chiqib olib kiyinib boraman dedim-ku. Yangi mashina olasizmi? Yo'q. Yaxshi o'tir. Ha, uydan chiqdim. O'sha eski lokatsiyada ko'rishamizmi? Malika bo'ldi. O'sha kelishganimizdek bo'ldi. O'sha kechagi joyda ko'rishamiz. Bo'ldi. Ko'rsatib qo'yaman Malika bilan ko'rish qanaqa bo'lishini. Ana endi qo'lga tushdingiz. Tabriklaymiz! Ikkitami? Nima ikkita? Yo'q. Bular xodimlar. Hozir hammasini senga tushuntirib beraman. Men rashk qilib kelishingni bilgan. Bu 21 yillik tajribaga ega polimer binokor qurilish kompaniyasining Onyx loyihasidan uy. Mashina emas, uy bu. Senga. Mangami? Senga. Qachon ulgurdingiz? Malikaxon, bilasizmi, xotinimga surpriz qilmoqchi edim. Bizda 1 kvadrat metrining narxi 10 million 900 mingdan boshlanadi. 100% podключ ta'mirli xonadon. Bemalol xarid qilishingiz mumkin. Juda yaxshi, olaman. Ayollar, rashk qilar ekansizlar-da, ha? O'sha trend olasan, to'g'rimi? Ha, Instagramga Bo'ldi, qo'yaman. ber telefoningni. Tayyormisan? Tayyorman. Ketdi. Qizlarjonlar, meni tabriklasanglar bo'ladi. 23 yoshimda o'zimga uy sovg'a qildim. Uchib ketdi. O'sha Sen hayotimning mazmunisan, sen hayotimning yulduzisan. O'z yaqinlaringizga islomiy hadyalar sovg'a qilib xursand qiling. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish xizmati mutlaqo bepul. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان